Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. O'zbekiston Pro Ligasi 4-turdan o'rin olgan Fardu G'azalkent uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani. Dastlabki suhbatdoshimiz G'azalkent jamoasi bosh murabbiyi Zayniddin Tojiyev bo'ladilar. Zayniddin aka, dastlab o'yin haqida fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'yinga keladigan bo'lsa, kurashga boy o'yin bo'ldi. Juda qiziqarli bo'ldi. Kelgan muxlislarga yoqdi deb o'ylaymiz. Lekin bugun 2-2 o'ynadik. G'alabaga lekin jamoam yaqinroq edi. Oxirgi daqiqalarda konsentratsiya bolalarimiz yosh. Xohlasa nima deydi? Keyingi o'yinlarda mana shu joylarini to'g'rilashga harakat qilamiz. Shunaqa xato qilmaslikka harakat qilamiz. Lekin durang kikka, lekin biz nima deydi? Sho'rton bilan ham oxirgi sekundda olib chiqib ketishdi. Juda nima deydi? Shakllangan jamoa. O'shaning uchun faqat ikkita jamoaga omad tilaymiz bo'ldi. Katta rahmat. Jamoangiz tarkibi asosan yosh futbolchilardan iborat. O'yindan o'yinga ular kuchayib boradi deb hisoblasak bo'ladimi? Endi misol hozir mana birinchi o'yinni kuzatgan bo'lsangiz, ikkinchi, mana hozir 4-tur. O'yindan o'yinga jamoam qo'shyapti. Nima deydi? O'sha o'ziga ishonch deydi-yu, tajriba orttirishyapti. Bu faqatgina nima deydi? Bundan u yog'iga ham qo'shadi. 100%. Nima? Chunki baribir bular qilayotgan mehnati, bular misol o'sha mashg'ulotlarda qatnashib, bor yo'g'ini berayotgani baribir bu oxirida samarasini beradi. Rahmat, savollar bo'lsa. Assalomu alaykum. Jamoa so'nggi 2 turda faqat bir ochko jamoa oldi xolos. Shundan so'ng jamoada nimalar o'zgartirdingiz? Sababi bugungi o'yin bilan 2 o'yinda taqqoslaganda jamoa yaxshiroq ko'rindi. Yo'q, endi nima deydi? Baribir salbat endi rotatsiya qildik. Chunki bundan oldingi o'yinda Ro'ziboyev qatnashmaganiga boshqa o'yinchilarni qo'ydik. Zaxiradan qo'shilganlar boshqa edi. Hozir endi bu gal ikkita flankni o'zgartirishga qarorga keldik. Karshunovni birinchi minutdan qo'ydi и Presiznukka qo'yib yubordi. Nima? Endi baribir o'zimizda rejalar bor edi. Misol Fardu jamoasini o'rganib chiqqan holda shunaqa o'zgartirish qildi. Rahmat. Yana savollar. Jamoa boshida o'yinni stabil boshlab, to'p nazoratini asosan qo'lga oldi, lekin oxiriga daqiqalarga kelib, to'p nazoratini yo'qotib, asosan gol o'tkazib yuborishiga nima sabab bo'ldi? Endi bitta narsada, misol hozir o'zingizlarni mana misol maydonga chiqib harakat qilib ko'rsangiz, maydon yumshoq. Baribir maydon yumshoq bo'lganda bu zadniy, ikranojniyni zabivatsiya qilib bo'ladi. O'shani hisoblaganmi o'ylaymiz, chunki bolalar poli yumshoqroq ekan, ikram tortyapti, zadniy tortyapti degan tushunchalar bo'ldi. O'shani hisobiga, lekin nazoratni tashlab yubordi degan emas. Где-то pauza ushadi, lekin o'sha kontratakaga bemalol 3-4, 5-4 qilib chiqdi. Unga misol kuchimiz bo'lmaganda biz o'tgacha bora olmasdik ham, lekin o'yin oxirigacha ham chiqdi-yu, oxirida o'sha 4 minut endi baribir nima desangiz ham hisobni ushlab qolamiz degan tushuncha ham bor bolalarda. O'shaning uchun sal pastroq o'tirgani shu. Lekin o'sha konsentratsiya qanaqadir do'li sekund noto'g'ri 2 metrga nariyoqqa chaproq tepib bor, o'ngroq tepib bor, boshqacha bo'lib ketadi. Bu o'yin, buni futbol deb qo'yadi. Assalomu alaykum. O'zbek jamoasida o'ynagan Tojiyev, adashmasam Diyorbek deyishdi. Bu haqiqatan o'yinlar chiroyli bo'ldi. Jarohat haqida siz jiddiy emasmi? Endi buni hozir doktorimiz Dilshod hozir buni ko'radi.
chunki endi o'rtadagi vaziyatda ko'p to'p kelayotganda raqib endi sal pal oyog'ini tepadan ko'targan hisobiga o'sha yerda ganlas to'pga tegib ketdi. Endi mayli, bu hakamlarning orqasidan aniq qilmaymiz-ku, lekin o'sha yerda jarohat oldi. O'shanga ham hozir mana maydon o'yin tugagandan keyin ham maydondan ko'tarib chiqib ketdi. Endi xudo xolisa hozir Dilshod buni ko'rikdan o'tkazadi. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. O'tgan mavsum birinchi ligada ishtirok etgan Zamin jamoasi bilan G'azalkent qanchalik uyg'unlashgan? Ya'ni nechta futbolchi G'azalkentga jalb qilingan bu jamoa? O'tdan hozir aytaman. Hoji bilan Diyor. Ikkita. Endi misol qolganlari Andijonga ketdi. Abdullayev Andijondan misol Qodirov, lekin boshida misol o'sha zomin ochilganda, lekin bu bolalar biza bilan edi. Keyin bularni nima deydi, tarqatib yorib Oliy ligalarga hammasi chiqib ketuvdi. Hozir endi nima deydi, yangi jamoa ochilganiga yana bularni qaytarib oldi. Nima edigan edi? Baribir bu bolalar o'sha yoshligidan o'sha 8, 9, 10 yoshidan tarbiyalab kelyapmiz. Bizani g'oyamiz deb biladi bular. O'shaning uchun 1 yil ichida mana hozir mana yaqinda ochilgan jamoada misol o'yin surati ham bor, hamma narsa bor. Nimani hisobiga? Chunki bu yig'gan futbolchilarimiz ko'pi bizani g'oyamizni biladi. O'shaning uchun ham o'yinimiz ham o'xshayapti. Har tomonlama oldiga yuramiz. Marhamat, oxirgi savol. Jamoa yuqoridagi komandalarning o'rtasida tobora yirklashib ketmoqda. Kelgusida jamoani so'rida o'rniga qaytishga ko'radi. Qanday baholaysiz va bu mavsum G'azalkent jamoasi o'ziga qanday maqsadlar qo'ygan? Bizani rahbariyat tomonidan bizga bitta vazifa qo'yilgan. Bolalarni tayyorlab katta futbolga yetkazib berish. Bu nechinchi o'rin olamiz, unisi farqi yo'q. Chunki bizda obdon boshqa narsa qo'yilgan. Nima? Chunki bolani tayyorlab katta futbolga tayyorlab berish bu juda katta narsa. Endi nima deydi? Bitta maqsad o'rinli joyda bu maqsadga o'rin yo'q. O'shaning uchun bizda o'sha rotatsiyasi ham bor, lekin bizning misol o'yin amaliyotiga bolalarimizni ega bo'lishi uchun biz ertasiga ham o'yin qilamiz. Chunki baribir bizning oldimizda maqsad bola yetkazishmi? O'shaning uchun biz hammani taqsimlab hammaga o'sha o'yin amaliyotini yetkazib berishga harakat qilamiz. Katta rahmat, ishtirok uchun barchaga rahmat.